Azizlar, biz bugun yana o'rmondamiz. Aleksandr Fedin va Surxondaryo ovchilari tomonidan yaratilgan o'rmonda. Yonimda, qarshimizda Hikmat aka Otamurodov. Bu kishi Aleksandr Fedinning do'sti, ovchi. Bir xotiralar bilan o'rtoqlashmoqchilar. Hikmat aka, marhamat. Mana bizlar shu Oqtepa tabiat bog'ini ochilganda men shu yerga nazoratchi bo'lib ishga kirdim. Nechinchi yil edi? O'sha yillar endi точно esda yo'q. Mustaqillikdan oldinmi? 89'larda где-то. O'shanda shuni где-то 700 kvadrat metrda o'sha tomonini, o'ng tomonini men oldim, chap tomonini Alixon Eshonbobo olgandi. O'shani nazorat qilib, o'sha yerlarda mol boqishga, kanalning narigi tomoni. Kanalni mana shu kanalning narigi tomonini men qarardim. Bu yog'ini? Bu tomonni Eshonbobo qarardi, Alixon degan Eshonbobomiz bor. O'sha qarardi. Shu mol boqishga, tabiat endi qo'yinda bo'lgandan keyin mollarni boqtirsa bo'lmaydi-da, hamma daraxtlar kamirib ketadi. O'shanga qancha ular qilib yig'ilishlar qilib odamlarga ham aytganmiz, boqmanglar desa, bar elchilik mollarni boqadi. Sutlashdagi ham urush janjal ham bo'ldi. Sutlarda baribir bizlar qarorimiz bizlarga yaxshi chiqib, ularga 800 mingdan ham shtraf ham qilishdi. Ishladik, ish qilib yomon emas. Demak, boshidan shu yerda bo'lgan ekansiz. Ha, bizlar mana shu yerlarda chap tomonda o'rmonlarda, o'ng tomonda o'rmonlarda vaqtida yalang edi. Hech nima yo'q edi. Ana shu yerlarga bizlar yer yong'oq ekdik, makka ekdik. Keyin qancha daraxtlar, mana shu patta daraxtlarni ekdik. Jiydalar qancha sepdik u yerga. O'sha jiydalar sizlar. Ularga otib yorsangiz, o'zi mol bir bosib ketsa ham jiyda o'sha namda garchilikdan chiqib kelaveradi. Ular hammasi tustovoqlarimizga yemda bu, qishda ularga oziq-ovqat bo'ladi. Qanday bu g'oya qayerdan paydo bo'lgan? Hammasini mana shu Sashka aka qayerdan topib kelgan bo'lsa ham shu paytlari ko'rgan, bu yoqda miyasiga urilgandan keyin bir daraxt qadadi, ikki daraxt qadadi, suv o'zi samotyok kelib turibdi. Shundan boshlanib ketdi-da. Ya'ni bu kishining tashabbusi bilan, bu yoqda g'oyasi bilan hammasi bu yoqdan chiqqan narsa. Tabiatga endi juda ham ko'p mana hissasi qo'shdi-da o'zini. Juda katta. Agar o'sha paytlari uyiga ham bormasa, shu yerda yotib yurardi. Uyiga ham bormasa. Qarang, birinchi qaysi daraxtlar ekilgan? Eslaysiz? Mana chinorlar, mana shu qarang, birinchi ekilgan chinorlar. Mana shular. Keyin nimalar, qarag'aylar, mana sasnalar keyin paydo bo'lib boshladi. Mana ekilib, shulardan asosan katta bo'lganlar buni qilib ekilgandan keyin bularni ham ekib boshladi. Bu hamma mana ular urug'lari, mana kiparislar, bu yerga Sashka o'zini mana ularni kiparislarni urug'larini olib qadab chiqardi. O'shalarda juda ko'p mana shu yerlarda edi oldinlari. Keyin necha yilda bu nima deydi, ana ko'zga ko'rina boshladi? Bir 5-6 yillarda daraxtlar endi har bir daraxt o'zi bir 10 yil ichida voyaga yetadi. Mana bu hozir daraxtlarimizga lob bo'lsa ham bir 50larga borib qolgandir, 50 yilga borib qolgandir. Chunki o'sha birinchi boshlanishida Aleksandr aka baliqchimi bu ishga kirgan ekan, shu yerda 85-yillar deyishdi-da. Da. O'sha paytlari pastga ishga kirganda, ya'ni Oqtepa mana buda Abdukarim degan yigit boshchiligida shu suv omborini oldi. Sheroboddan bir yigit. O'shani mana o'sha baliqchiligida men ham ishlaganman. Keyin Suvorov Aleksandr degan bola bor edi, o'shalar ikkalamiz bitta zino Oqtepa tabiat bog'idan bizlar kirardik suvga. Baliq ushlardik. Oqtepa qaysi nimaga qarardi tashkilotga? Bular Surxon baliqqa qarardi. Oqtepani buni baliqchilik xo'jaligi. Surxon baliqqa qarardi. U paytda sizlarda tashkilotlaringiz bormidi, yo'qmidi ovchilik? Ovchilik jamoatiga 4 gektar yerimiz bor edi-da, bo'lmaymi? Mana shu atrofda. Shu atrofda. Mana shu yerlar 4 gektar yer
ovchilarniki edi. Ha, birinchi olgansizlar. Da, ovchilar jamiyatiga qarardi. Ko'ngilli jamiyatimizga qarardi. Keyin O'shandan boshlanganda o'sha ekish o'zi boshlanishi ovchilar jamiyatidan boshlangan. Mana yerda bir 2 xonali uy bor edi. Keyin nima edi? Hammasini qo'l mehnat qildingiz. Hammasini endi Sashka aytardi va ertaga dedi subotnik qilamiz. Kelinglar degardi, bolalar bunisiga aytadi, bunisiga aytadi. 10 ta 15 ta bolalar kelib yordam berardi. To'g'ri, endi bu ko'pchilikning ishida bu. Bir o'zing ishimay ish qila olmaysan-ku. Bu yerda bitta ish emasda buni arig'ini qozish kerak, o'tlarni yo'q qilib yuborish kerak. Ko'pchilik tashabbusi bilan mana shu bog' yaratildi. Mehnat bilan. Da. Lekin Sashkaning boshchiligida yaratmay udar tashlagan. Aleksandr akani nima fazilatlarini eslay olasiz? Fazilatimi, kamchiligimi? Endi bu yoq biz ovchimiz. Yo'q joydan bor qiladigan ovchida bu yoq. Bilmagan narsani o'rgatadi. Shuning uchun postoyanno birga ov qilamiz, bu qilamiz, ish qilib ko'p narsalarda o'rgandik. O'zingiz necha yoshdasiz? O'zim nasib bo'lsa 65 yoshga to'laman 23-iyulda. Ha, 23-iyulda. Ya'ni yilingiz shunda Sigir yilmi? yo'q, ya'ni nima? Nechinchi 1900? 61-yil. 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 Yana nimalar ayta olasiz? Hozir Aleksandr akaga umuman o'rmon mana shu nima deydi? Qo'ldan ketib yana qaytganiga qanday munosabat bildira olasiz? Men eshitgandim Uchko'lda mana ular vaynalar oldi deb. Keyin aytishdi, Oqtepa suv borini ham vaynalar olib qo'yapti dedi. Men aytdim, buni nishini bilan shunday tayyor narsani birovga berib qo'yamiz. Yana vaynalar. Mana bu da Uchko'lda mana kattasi baliqchilarda? Yo'q. Yo'q. Mana yoqdami? Baliqchilik bor-ku. Kimda? Kattasi baliqchilarning. Hozir baliq tabiiy baliq ochib uni qildik-ku. Mo'min, ha, Mo'min aka aytgandi. Nisheli shuni bilan o'zimizni mana bizdan qo'yib yuboramiz. Vaynalarga yana buni ham berib qo'yamiz. Mayli 3 ko'lda olibdi, endi buni ham beramizmi deganda, mening ham nastarenam yomon bo'ldi. Nisheli bilan endi davlat siyosatiga qarshi borsangiz ham bo'lmaydi. Endi bu yerda aka, davlat siyosati deb bilmayman buni. Endi vaynalar davlatning nomidan ish qiladigan bir yomon odamlar deb bilaman-da. Chunki mana hozir qarang, davlatga biz bu informatsiyani yetkazdik. Sashakani jinnixonada ekanini o'sha bitta post bilan bo'ldi hammasida. Men yozdim, odamlar qo'llab-quvvatladi va davlatimiz e'tibor berib mana uy qurib beryapti. Jinnixonadan chiqarib keldi-da. Ya'ni bu yerda davlat siz bilan biz uni ana nima deydi, ana Komarovskiyga o'xshagan odamlar davlatning dushmani deb o'ylayman-da. Ya'ni bu joylarni egallab pul ishlamoqchi bo'lgan odamlar xalqning dushmani aslida. Ular kalamushlar. Kalamushlar. Davlat rahbari ham aytadi-ku, kalamushlar. Da. Xuddi shunday biz jamiyat uyg'oq bo'lsak, biz uyg'oq bo'lsak, nima deydi, ularga o'rin qoldirmaymiz. Endi kurashdan iborat, to'g'ri hayot. Oq, qora, yaxshi, yomon. Shu menimcha o'sha nimagacha kurash deb o'ylayman. Qiyomatga qadar. Qachon eshitdingiz nima Sashaka chiqqanini, bu joylar qaytib olinganini? Men mana Abramat bilan telefonlashtiraman. Har kunda shu Abramat bilan aytib turadi. Telefonlashtirganimizda shunday deb olib keldik dedi. Как раз Telegram kanalda videolar qo'yildi. Keyin sizni videolaringizni ko'rdik. Aytdim, "O, Xudoga shukr, odamlar bor ekan-ku" dedim. Bizda mahallamizda ham chiqadigan odamlar deb xursand bo'lgandik. Nimani? Boyagini aytayotdingiz, ya'ni Ustalardi. Uch ko'zni oldi, keyin o'sha fikringizni davom ettirib qo'ysangiz.
Oqtepani ham Mo'min degan bir bu yerda baliqchilik xo'jaligi bor-da. O'shani kattasi bilan guringlashganimda shu Oqtepa suv omborini ham shunday qilyapti bular, olyapti vayinlar deganda men aytdim, "Oh" dedim, "Nega shularga qarshi hech kim chiqa olmaydi ekan" deb o'zimcha mana qilgandim. Mana yaxshi hamki sizlar kelib shuni mana oyoqqa turib ozgina bo'lsa ham o'zimizga qoldirgani yaxshi bo'ldi. Juda ham. Bu yerda endi masalan o'sha 30-35 yillik mehnatlaringiz yotibdi-da. Endi siz nima deydi, ovchilar shu Aleksandr Fedin boshchiligidagi ovchilar bu joyda qiladi-yu, unga qayerda O'roqda yo'q, Mashaqda yo'q, Xirmonda hozirlar ega bo'lib olishi juda alam bo'ldi. Masalan, sizlarga-ku endi 2 marta, 10 martalab alam qiladi. Masalan, tashqarida turgan menim ichim ochib boryapti-da. Men kelganman, bir marta kelganman bu yoqqa, 2023-yil. Shu yerda turib, mana yerda intervyu olganmiz. O'rindiqlarda o'tirib, Aleksandr akalar. Bo'ldi, shu boshqa kelmaganman. Lekin bitta maqola bo'ldi. Keyin u kitobga kirdi. Kitobdan keyin olib kelib beraman deb Aleksandr akani qidirib keldim-da. 29-may kuni. O'shandan boshlandi. Shu yil. Keldim, shlagbaum. Bitta ayol, küçük, bola. Yo'q, Aleksandr Fedin qani desam tanimayapti. Sashka desangiz biladi. Sashakami deydi. Sashaka oktyabrda javob berganmiz. Kattalar javob berib yuborgan. Voy qanaqasiga dedim. Kishi yaratgan bo'lsa bog' dedim. Qanday javob berasiz? Sizlar kimsizlar? Biz erim harbiy, Falastin, mana shunaqa gaplar. Yo'q, yog'i o'zingizga ma'lum. Masalan, dronda ko'rsangiz, shu sizlar yaratgan mana shu o'rmon ko'mko'kda, mana katta qilsak, kichkina bo'lib qoladi bu joy. Mard bo'lsang, nariq taqir yotgan yerlarni olib obod qilib berdi. Bir hatto bitta daraxt ekib ko'r. O'shani men voyaga yetgancha bir ta'minotini bergin qani ko'ramiz keyin. Hamma ham bunday qila olmaydi-da. Ana men tayyorga ayyor. Kaptarxonaga ketguncha tap-taqir cho'lning ichida o'tib bordim. Ana buzuq yo'ldan lokatsiya olib ketib qopti. Ketyapman. Saksovul yantoq bormi yo'qmi? Saksovuldan boshqa hech narsa yo'q-da. Ana shu joylarda obod qil. Hikmat aka yana nimalar gapirib bera olasiz? Bir ovga chiqqanlaringizda biror fazilatimi yoki daraxt ekayotgandagimi? Masalan, do'stlaringiz aytib berishdi-da. Sashagam do'stlari, ukalari. Chavaqni Abramata ketyapti. Suvga olib borib tashladik. Aha. O'sha paytlari bu yerdan Sashkani produkt deb aytilgan. O'sha paytlar aytilardi. Mana yerda bir katta yerimizda mana bu tomon bo'lgan joyda o'ng tomonda bir katta prut bor edi. Sashka mana bu yerda ushlagan talstaloplarini ichidan chavaqlarini, mana ularning ikralarini chiqarib oldi, keyin erkagining molekularini olib, o'shalarni aralashtirib, olib borib to'kib keldi. Bilmadim chiqdimi yo'qmi, lekin o'sha paytlari shu zalimasi qilib yurardi. Ko'paytirib mana qilib. Bu qayerda nima bo'lib qolgan? Suvda turib qolganmi? Talstoloplarimiz ko'p edi-da o paytlari. Shunday qarasangiz 30 ta 40 talari o'tlab yurardi. O'shandan ushlab olgan ikkitasini, shunlarni o'zim ko'paytiraman deb olib borib tashlab kelardi. Shu mana baliqxonaga. Shuning uchun Sashkin prudi deb nomini berganmiz undan. Alohida baliqxona. Mana shu yerda bir prut bor edi. Qancha odamlar yerlarga kelib o'qildi ham. Sashkaka bilan borib ularni ushlab oldik. Ular Termez ichki ishlar bo'limida ishlardi ular. O'shalarni ham ushlab olib, lotkalarni olib qo'ydik. Endi masalan, mana hozir aytyapsiz-ku, Almadan zo'r masal salomatman. Ya'ni har xil odam bor-da. Masalan, kecha Abramata aytyapti, ovga agar putayotganimiz bo'lmasa, biz bilan birga chiqmasdik deyapti. Haqiqatan, narishani qildirmay mana qilarib yurardik. Hamma narsasini как положено buyurardi-da. Ertalab yopdik.
Güzel. Yana nimalarni aytdingiz? Yasaylanayapsizmi, bo'lmasa? Amin esanlik tilayman. Endi nima gapirsa bo'ladi. Eslavering. Rahmat. Qaniyasiz salomatmi, uxlashmi? Baliqchilikda ham, parrandachilikda ham ko'paytirgan Sashaka bo'ladi. Shu Oqtepada Mana shu bizlar mana tabiat bog'ini bog'imiz xuddi zaxiradagi narsaday desa bo'ladi. Chunki bu yerlardagi zaxira deb nimaga aytamiz? Masalan, bizning tustovuqlarimiz ko'payib, boshqa yerlarga tarqab ketadi. Ana shunisi yaxshi mana shu xususiyati bor. Uyalarda bu yerda tustovuqlar 50 ta 60 talab bolalar ko'payib, yana keyin tarqalib ketardi, ves. Jarqo'rg'on mana territoriyasiga. Bu yog'i suv mana ularga Surxon mana ularga suv ularga Surxon daryoga ketadi, daryo bo'ylariga. Juda ko'plariga shunday mana ko'payib ketardi. Nima internetda kimdir yozdi. Sashakaga rahmlaring kelmasin. To'ng'izlarni ko'paytirib mahalliy aholining ekinlarini yeb qo'ygan to'ng'izlar degan gaplarni aytdi-da. Shularga ham munosabat aytsangiz. Yegan Lekin to'g'ri. To'ng'izlar bu shunday narsa, hozir Amerikalarda ham shuni ko'paytirib, kamaytira olmay yuribdi. Ular ham oziqlanish kerak-ku bir joydan. Xudoyim taolo uni ham yaratgan. Da, uni ham yaratgan-ku. U o'rni bo'lgani uchun yaratgan. Nuh kemasida yaratilgan deyshadi-da. Chunki odamlar bu yerlarda chetlariga ekadi, ekkan narsalariga kechalari kelib to'g'ri tekslab ketadi, yeb ketadi. Lekin urush qurbonsiz bo'lmaydi deganda, ular ham endi ekkandan keyin ularning ham haqqi bor. Ular ham yeyish kerak bir narsani. Biz Sashka olib kelgan payti cho'chqalardi. Soska bilan Sashka, помнишь? Soska как кормили вот здесь. Soska bilan bolalarni, mana shunday bolalar. Qayerdan olib keluvdi? Ular Asoba adalda bolalari ikkitasini olib kelib bergandi chegaradan. Muzrobotdan. O'shalarga soska bilan ovqat berardi, keyin undan keyin men ham o'zimni uyimdan olib ketdim. Shu bilan kombi kormalarni olib berardi, ko'paytirib, qamagan ishimiz qolmadi bu yerlarda endi tirikchilik. Nimachi? Ovga birga chiqmagansizmi? Ovga chiqqanlaringiz aytdi. Ham tog'larga bo'lsa ham yurardik, u paytlari tog'larga borardik, bu muzrobatlarga borardik. Putyovkalar hammasi как положено olib, birga yurardik mashin bilan. Bu ham sportsmen. 165 kilogrammgacha tosh ko'targan. Rasmlarni jo'natdim-ku, qarang qanday o'sha paytlari Karinas deb bo'lganda o'sha paytlari. Men ham shu paytlari sportsmenman. Armiyadan kelgandan keyin men volniy bek bo'yicha chopdim, manavda birinchi o'rinda oldikmi? Keyin o'shandan keyin men dastlabki o'tib oldim ishga, birdaniga trenerlik qilib. O'zbekiston bo'ylab o'zimda bolalarni olib yurdim. Ves o'sha paytlar Soyuz edi. Mana pichoq. O'shandan beri tanishdi, aka-uka bo'lib yuribmiz-da Sashka bilan. Birinchi tanishgan paytlaringizni eslay olasizmi? 82-yil birinchi tanishgan paytim o'sha musobaqaga borganimiz. Qayerda? Sherobod shahriga. Nima musobaqa? Volniy bek. Chopish bo'yicha. Yigitlar bo'yicha. Нет. Не, вольный бег был у нас. 3 километра кросс бегали. В Шерабаде был, сентябрь месяц, в 82 году. O'shanda borgansiz. Да, o'shanda birinchi marta tanishim shu edi. Armiyadan kelgan paytim edi men. O'rin olganmisiz? Men birinchini olgandim. Yigitlar bo'yicha. Keyin Sashaka ham o'rin olganmi? Bilmadim shu paytlar, lekin bilmayman o'sha. Menda hozirgacha grammatam qayerdadir bor. Katta, крупный. Ey yashang. Просто обескуражен. Ovga chiqqanlaringizdan biror voqealar. Ovga bizlar endi bunday bo'ldi. Bir chegarachimizni konniy mana ulardan dozor bo'ladi chegarada. Konniy dozor, peshib dozor bo'ladi ularda. Kelib o'rganda bir konnik petlaga tushgan cho'chqa
oti shu tomonga qarab boradida, ot qo'rqib qo'lni yiqiladi. Mana bu soldat yiqiladida, bu cho'chqa keladida, bolani g'ajiydi. Mana bu soldatni. O'sha soldatni g'ajib u bola bo'lsa, armiyadan gospitalda o'ladi bechora. O'lgandan keyin Sashkaga chaqiradi. Ovchilar jamiyatini manosiga. Davay deydi, bir otryad tuzaylik deydi, shu cho'chqalarni kamaytiraylik deb. Keyin shu yerda Jarqo'rg'ondan bir komanda tuziladi, Termizdan bir komanda tuziladi. Sashkani boshchiligida bizlar bordik-da. Mana Abramat, men, Sashka, Otajon va Sherzod. Ana shu besharamiz kirib ov qildik. Chegaraning ichida. Kuniga 11 tagacha otardik cho'chqalarni. Endi prosentga o'ynadi-da, ular 30% bizga, 70% ularga bo'ldi. Shunday qilib yaxshi qildik lekin. Ana shuni otgan, yegan cho'chqani ham Sashka borib otib o'ldirdi. Sashka borib topib, o'shani otib o'ldirdi. Ha, bolani g'ajagan cho'chqani. Hozirga shu esda turibdi, shu bolalar aytadi, "Oh, Sashka otib sho'lashin" deb. Men 4-zastavani kattasini ko'rdim-da, yig'ilish bo'lganda. Keyin qaramaysiz, tanimadim dedi. Siz qayerdansiz? 400-zastavani kattasi bo'laman dedi. Men aytdim, Sashka dedim, bir cho'chqa bolani g'ajib tashlaganda bizlar komandaga otib o'ldirdik, Sashkaning komandasida men dedim. Keyin ha dedi, esimda deb qoldi. Shuni ham esda turar ekan hozirgacha. Ovga juda zo'r narsalar berdim. Tog'larda ham yuklarni ko'tarib ikkalamiz qorgacha borardik. Sportsmen bola bu charchash bilmaydi. Yana nimalar qolib ketdi deb o'ylaysiz? Endi yana nimalar gapirsa bo'ladi. Xursand biz o'rmonimiz qaytgani uchun. Shu. Endi nima bo'lsa ham shu bitta plakatda mana yerda qo'yish kerak. Bu voyenniy mana ularga qarash deganlar uni plakatlarni yo'q qilish kerak. O'zimiznikini qo'yib yozdirish kerak endi. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Ketyapsanmi, o'g'lim? Hozir Sashka bilan guruch. Ha, ketib qolmagan yerga ketamiz. Dendrologiya parki qilamiz deyapti-ku bu joylarni endi chiroyli qilib. Xuddi Denovdagidek dendrar parki bor, o'shanday bo'ladi. Bu botanika bog'iga o'xshagan. No. Ya'ni ko'paytirish, ilm qilish bu yerda masalan botanika bog'i shunday qanday ko'z qorachig'i deyapsizlar. Shunday bog' qilamiz. Qilsa bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Bu yerda hozir endi butun O'zbekistonga bu joy tanildi-da. Mana shu keysdan keyin, voqeadan keyin butun O'zbekistondan odamlar kelaman deb aytdi. Ko'rib ketamiz deb. Ko'rib ketamiz. Odamlarni olib boraman, o'quvchilarimni olib boraman. Siz ko'rganini boraman. Aleksandr akani ko'rishim kerak degan. O'zi shunday ekan, har yili keladi, 3 hafta o'tsin keladi. Ma'lumotlarni aylanib. Ular ham yozdi, biz ham borardik deb. Men ham Rossiyada ko'p necha yildan beri Rossiyaga boraman. Hozir mana 27siga yana bilet olib qo'yibman, endi ketaman nasib bo'lsa. Yana ketasiz. Ha. Endi bormasa ham bo'lmaydi. Bolalarni uylantirish kerak, o'qilish kerak, bu qilish kerak. Uylar yaxshi bitmagan holi. Tirikchilik. Shunga men aytdim, endi bir borib ko'rib kelayin deb, ham ziyorat qilib ketayin deb, hech kelishga vaqt bo'lmaydi, u bo'lmaydi. Yaxshi qilibsiz-da. Yana nimadir bormi aytib beradigan? Ya'ni o'sha boshida ana texnika birorta aralamagan bu yerga. Ko'chatda olib kelgansizlar. Qayerdan olib kelgansizlar? Bozordanmi? Endi mana bu kiparslarda urug'lar bo'ladi. O'shalardan Sashka olib ekib yurardi. Urug'ni qayerdan olgan? Bozordan olganmi? Urug'ni daraxtni o'zidan ularga mana. O'zi bu yerda hech bola yo'q bo'lgan bo'lsa boshida. Boshida mana daraxtlar ekilgandan keyin Sashka bu yerda bor edi, pattalar bor edi, ko'p daraxtlar bor edi-ku. Zona отдыха штана нашла. Она выборочная тем более деревья там. Aytavering. Men bilganimda shu pattalar mana ularda, kiparslarda. Shu yerlarga ekib yurardi.
Ret qilib mana ularda ekib, suvlarda shunday bunaqa qilib jo'natib yuborardi. O'shalardan ko'p keyin hozir mana tomirlardan chiqib kelyapti-da bular. O'chapni o'zidan olardik-da. Sherni o'zidan olardik. Tayidan kelganda o'zidan olib borib yetardi. Mana yejvikilar, qancha yejvikilar mana yerda bor. Qip-qizil bo'lib, qap-qora bo'lib turardi. Rossiyadan ham olib kelinganmi? Yo'q, bu yerda o'zidan chiqqan, po-moyimda. Yejvikilar hammasi o'zidan chiqib ketar-ku. Tomir tegsa o'zidan o'zi ko'payib ketaveradi bular. Bu yerda ana qizil kitobga kiritilgan daraxtlar ham bor ekan. Bu yerda lekin Qushlar, daraxtlar bor deydi-da. qushlar-ku endi ko'p qushlar. Jayralarimiz bor edi. Tog' kaptarlari bor. Tog' kaptarlar hozir ham mana kelibdi. Ko'rdim. Hozir men qarang, Koreya tarixini o'rganganimda o'tgan asrning 60-80-yillar o'sha paytdagi imperator rahbari tomonidan uni o'sha qo'l ostida qilingan ekanda hozirgi o'rmonlar. O'sha avvalgi o'rmonlar urush davrida ko'mir uchun, boshqa narsa ehtiyojlar uchun kesib yoqib yuborilgan ekan, ishlatilgan ekan. Keyin shipshiydan bo'lib qolgandan keyin tog'lari, adirlari bor ularda. Keyin ommaviy qo'lda ekib ko'paytirilgan ekanda. To'g'ri, bizda suv kam deymiz, ularda dengiz yonida deymiz, lekin daraxt qancha ko'p eksak, namlik shuncha ko'p bo'ladi deb o'ylayman-da mamlakatda. Agar cho'llanib ketaversa, u muzliklar erib battar bo'ladi-da. Masalan, bu yil qanday nima bo'ldi? Sellar kelib, suvlar ko'p bo'ldi. Bu yil lekin haqiqatan ham bu yil ob-havo zo'r keldi bahorga. Ob-havo yaxshi keldi. Ob-havo agar mamlakatni o'rmonga aylantirsak, ob-havo bu yilgidan ham zo'r bo'ladi deb o'ylayman-da. Yog'ingarchilik ko'p bo'ladi, daraxt ko'p bo'lsa deb o'ylayman. Chunki bitta daraxt o'zini tagida 700 tonna, 700 kilogachami nima saqlar ekan? Влажности, namlikni saqlaydi deb eshitdim-da. Padiskani qo'ying, padiskani qo'ying. Yostiqni boshqa qo'yib yuboring. Endi yo'q. Ha, ya shifosini bersa yaxshi bo'lib ketadi, nasib bo'lsa. Hikmat aka yana fikrlar bormi? Endi nima? Qadrli odam. Juda qadrli odam. Oldinlari o'shanlar bilan baliqqa borardik, обязательно kelib shu yerga gurunglashib, keyin ketardik uyga. Slaviklar bordi, mashinalar men qancha bolalar bilan kelardik. Tapchanlar bordi, mana yerda tapchanlar hozir bormi, yo'qmi? Bilmayman, mana yerda. Bormi? Endi uni olib kelgan bo'lmasa, men ham hozir birinchi kelishim deyapman shu. Men ham ko'pdan beri kelganim yo'q edi. Yanimdan beri birinchi kelishim. Men kelgan paytim o'zi 1-2 kundan keyin kelmoqchi edim bu yoqqa. O'zi boshqaga o'tib ketibdi. Ha, vaynlar deganda odam. O'zi ko'nglim qoldi o'zi. Xafa bo'ldim men o'zim. Endi Uchquzda ham bir nima qilib ko'rish kerak. Uchko'ldimi? Ha, Uchko'ldmi? Uchko'l lekin yaxshi joy. Qarang, u kimda edi oldin? Oldin u vaynlar olib, o'shanga baliqlarni vaynlarga topshirib yurardi. Endi hozir vobshe baliqchilarni bittasini kirgizmaydi u yoqqa. Ushlashga. Suv ombor bormi u yerda? Bu yerda katta mana shunday suv ombor. Mana shunday suv ombor. U keyin atrofida daraxtlar bormi? Bu yerda ham chakalakzor, xuddi pattalar ko'p. Jing'ilzor. Asanoy. Daraxtlar sanoqli 4 ta 5 ta. Yo'q, harbiylar men nazarimda Hikmat aka davlat chegaralarini qo'riqlash kerak-da. Harbiylar o'rmonni qo'riqlash kerak emas. Bular shuni orqasidan manfaat topaman degan odamlar hammasi. Shu baliqlar orqasidan ular kun ko'raman deganday qilib, kim biladi, olib hammani odamlarni, masalan, bizlar endi shuncha yildan beri o'sha yerga borib, putyovkalarni olib baliq ushlab yurardik. Hozir mana yerga u yoqqa kirish uchun
Biz voyenlardan ruxsat olishimiz kerakmi? Men o'ylaymanki, o'sha rahbarlarga bu nima holat ham yetib borib, umuman ekologiyaga ehtimol qaytarilar o'sha. Mana ekologiya masalan ko'lda olib hozir 1,5 ming gektar deyishdi. Birinchi 721 gektar deyishdi, 1,5 ming gektar deyishdi. Shuncha joyni ko'li bilan birgalikda olib, to'r bilan emas, tok bilan emas, faqat qarmoq bilan odamlar baliq tutishiga ruxsat beramiz. O'sha zakon bo'yicha 7 kilogrammgacha baliq ushlash mumkin. Bir kunda. Ular вообще hech qanday ushlatishga qo'ymayapti-da. U yoqqa o'tishni o'z iloji yo'q. Hamma yerda shlangbaum qo'yib tashlagan, deyapti. Men lekin borganim yo'q. 3 nima dedingiz otini? 3 ko'l. 3ta ko'lmi? 3ta ko'l, hammasi bir bog'ga qo'shilgan. Hammasi bir bog'ga qo'shilgan. Bu yerda baliq zaxirasi 200 yilga yetish kerak baliq bo'lgan. O'sha paytlari. Bu yerda bir suv yuvib ketib, Amudaryoga borib, hamma baliqni kirgizib ketdi. Suv yuvib ketdi-ku o'sha yerda. Bo'lmasa bu baliqlari, balin agar mana shuna visloni yerga bir ursang 10 gektar yer suv zerkalni o'tiradi-ku, o'shanda urganingda baliq hurkanda suv qaynab ketardi. O'shancha baliq bo'lgan. Bu baliqlarni endi hozir aytishga oson, voy qancha baliq bo'lgan. 100 yilga yetadigan zaxira bo'lgan u paytlari. Hammasi Amudaryoga o'tib ketdi baliqlar. U laqqalar. O'shanda bir yigit ham o'ldi. Valera degan yigit. Suvga Termezlik bir yigit. Lotka chappa bo'lganda ikkitasi Zoir bilan yana bir bola qutqarib qoldi, bir o'ris bola o'ldi. u yoqqa nimaga? Mana suv urib ketgan, tortib ketganda techeyni olib ketib qolgan. 40 kun deganda bolani topishdi. 40 kun deganda. O'sha paytlari qana o'shani hozir ham qaytarsa edi, yaxshi bo'lardi. Odamlar endi yaxshi ovqiladigan joylarimizda olib qo'yapti-da ular. Mana Oqtepani ham oldi deganda men aytdim, "Voh, bilay, endi bularga kurashadigan odam yo'q. Bizlar nima qilamiz? Voyenlarga qarshi chiqa olmasak." Ishko'lda olsa, buni olsa, Ha. fuqarolar qayerga boradi keyin? Fuqarolar keyin ular bilan urushga to'g'ri keladi. Keyin nima qilamiz yana? Ursang uni davlatga bosh ko'targandek bo'lasan-da. Ovchilik endi bu sport uchun. Agar biror fikrlaringiz bo'lsa aytsangiz bo'ladi. Tamom bo'ldi. nima bo'lsa ham yaxshilikka bo'lsin. Mana endi tabiat bog'ini qaytarib olyapmiz, yaxshi bo'lyapti. Bu yog'ini endi Xudo insof berib kattalarimizga ham shu Fedin nomiga bersak, shu joyimizda ham yaxshi bo'ladi. Keyin nasib bo'lsa bir yaxshi bir skulptor topib, Sashkaning bir byustini ham yaratib qo'yamiz, uni nasib bo'lsa. Mana Rashid bobomiz kelib mana shu yerga zaborni qo'yib ketgandi. Bir nechanchi yillarida o'sha paytlari. 70-yillar. 71midi, 70midi. Mana shu yerdan kelib zaborni qo'yib ketgandi balandda. U paytlar mana shu yerda bir maydagina zaborda ketib suv oqib turardi. Hozir mana qarang, katta suv ombor bo'ldi. Rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat, shuncha ishlarni qildilaringiz.